Tish doktoru bilan shunchalik ko'ngillik tomoq yeb, bir-birimizning ko'ziga qarab qanmay, bir-birimizga to'ymay ashundaq o'tlardik. Heliqi maktabdagi bolaga parvoyim palak qo'y, mening o'sh nim bo'lsang bo'lmamsa. Baribir mening ma'bdim mitting deyman, yana ishchimning bir yerlar bir xilda. Ma'balni qo'ltiqlab, eshikdan chikitib olsam, maktabimdagi bola chikitayotganimizni ko'rib qoldida, mushta ko'zi chamog'idan chikitaydi deb men qarab. Mening miya xaq bilan kirganimga qarab bearam bo'lib ko'zlar paqirab ketdimi yoki o'zining boshqa qizlardan kirganda mening ko'rqog'im bearam bo'ldimi, uni uqmadim. Mag'rur qadamlarim bilan beshim degan mushta ko'tarib chiqatdim oldidan. Tomoq yeb chiqib kino ko'rdik, kino ko'rib chiqib, Ruminiyaning tarafda qator bir jo'maylar deysanlar bormiki, ashni o'zay kiyimlarni sotadigan. Aşağı kirib ikkimiz o'xshash mayka, o'xshash ishlarni oldik-da. Shu vaqtlar nisbatan yana kiyimlar xil qimmatli. Bu bal o'ylashib qo'ymaylar, ikkimizga o'xshash kiyimlarni ilib, usti beshimizni yinglab, shunchalik ko'ngilli kiyinib chiqdik. Har qanday o'g'illar o'z uchun pul xashsiz xo'shimaydigan qizlar yo'q deyman. Bir o'g'il bola bir qiz olish uchun haqiqiy yaxshi ko'rgan vaqtida anandikin yine og'irmay pul xashlaydi deb o'ylayman azaldan. O'xshash kiyimlarni kiyib, ikkimiz yo'lda qo'ltiqlashib mansaq, bu yozgan kuni ko'chib qo'ydigan adam jiqildi-ku. Hamma adam chiqib o'tgan kechgalarni bir ko'zning quyrug'ida qarab o'tdi bizga. Dedim-ku, yigitim, ash sizib qo'ygandek bir chiroy bor bu balninki deb. Balkim mush balning chiroyliqqa qarab hayron qolib qaraydigandi. Va balkim ikkimizning bo'y turqimizning masajqini qarab qaraydigandi. Ish qilib yo'lda men degan shunchalik mag'rur ma'ma, bu xo'shalligimni til bilan tasvirlab beramayman. Bu bal taqdir jihatdan bo'lsin, mijoz xarakter jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan mening ko'nglimlikdan bal bo'ldi. Bu bal pulni aymay xashlagancha, yiliqi o'quvchilik davridagi bizning ashyofilarimizga selishtirib qolmanda, bu jo'nat yo'qda kichik bir oshxonaga kirsak, pulning ko'zlariga qarab, manjiqroq pul xashlayib qolsam, hatto oxirgi qusqiga yeydig'ini qolmasin deb bajab qilib ketgandim. O'zdan cho'ng'alan yuzim yaxshi ekan, bu mushtaq pullarni xashlab beradigan deb ishimda munda o'yladim men. Bu kuni ikkimiz dunyoni unutib piyoda mengib peqirab, bu bal meni uyimga akab qo'yib ketdi. Yana xo'shlig'imdan kechilib ko'zimga uyqu kelamdigan. Muhabbat degan narsa odamning kayfiyatini shuncha yaxshi qilib qo'ydi ekankin, yiliqi uyquga amroq qadam. Kechilar bu bilan telefon paranglashgan keyin bu ta'tilni atigan qo'yib kelsam qilgan ishim yo'q-ku. Azroq bir uxlab olay desammi, bu uyqu ko'zimga kelmaydi. Ashunchalik hayajon deganlar degan qo'yib ketaman o'rnimdan. 2 oy yozliq ta'tilda bu ikkimizning Urumchida bormagan yerimiz qolmadi. Bu bal shunchalik faoliyatchan bola. Bolincholarni o'ynaymiz berib, mang'iliqdek tayjolarni o'gitib o'ynashni, suv chumlashga apadi. Biz bormagan bog'cha, biz kirmagan jo'ba, biz kirmagan kafeting qolmadi. Bundaq ketganda bu bola ash to'xtamay pul xashlab mening ko'zimni ichib qo'ydi. Mayli tomoq yeyolsak maktabniki bal uchrab qoldi-ku. Shu uchirish qolgandan keyin u balni xiyolimdan biroqda juvatdim-da. Voy bo'ldilar. Mana bu qipagimning tayin yo'q, hamda noyatkas ma'lamga gozirchiq yini yoshib o'tirmiz. Men tix yoratgan xo'shimay, meni men ahmoq qo'yib, oyda bir qizni so'rab shuribdi. Nima ishim qildim, ma'da bir qiyomalaqda. Shu chiqqan peti u balla aloqasiga kartamni cho'njiq qilmadim. Telefonimni cho'ngdiyanga masamdim, uyga kirib tashlab qo'ydim-da. Butun bir ta'tilim mushu tish doktorlar o'tdi meningki. Ta'til to'shilganga bir hafta qolgan vaqt qo'ydayman. Qarsam telefonim sayrag'andi. Cho'qim tish doktori telefon qildi deb yugurib qo'yajan telefonim ishtal. Qarsam tunishlam nomer lekin ismini kirgizmaganda va deb ishtik olsam, yiliq maktabdash balkan. Qanday avval yaxshimi deb g'ujjitlanmaganimga chiqdi bu bir nima deb izlaydigan deb. Am desans keldim men desam, "Voy, meni oldimga to'sizdan texi men zot boshda o'ylagandim, mana telefonim yutib ketdi, men telefonni opam o'pal degan vaqtingizlar. Ajoyib qizalajimo siz samonning tigidan suv yugurtilgan. Shu vaqtda xiyolimga kelgandan keyin bir telefon qilib taqsam bo'lmamdi deyman, men numaringizga ajab qo'sqim ko'p patada degandi. Anim demakchi, ammo aptos tashlayotganmiz, meni izdanizmga kelib desam, tuzuk yaqilin qizalar degandi. Ha, undan nim bo'ldi desam, voy to'xtang o'pkangizni besib turing. U kun sizning yiningizdan boshqadan bor, men bu texsiga ortiq yaqimidim. Mening yinimdan boshqadan bor, tangitan olgandimiz deydi. Ha, texi birga bir tangitan deb bunday hisoblashdiqdan desam, kulvatida gapimni olib. Hani bo'ldi telefon qilibsiz-ku desam, deydigan gap batdi ko'rishib deydi. Yo'q, sizdan ko'rishga hech qanday ishim yo'q, men desam, ochiqchiligingizni qo'yib turing, bir ko'rish paranshayli degandim, qat'iy ko'rishga unutmadim. Maqsal nimda qilganda xeyli bir muhim gapdi, u nimda qilsiz deganda, ya bo'pti muhim gap bo'lsin, keyin fursat tug'anda maktabda ko'rishgan davolasiz, men unda ko'rishga vaqtim yo'q sizdan desam. Ammo aptingizdan qo'rqib chiqmaysizdan yenimga degandi. Qanday bo'lsangiz o'ylab bering, sizga tushuntirgim yo'q desam, ish qilib men axir astoydil dedim, men gapni siz gapim bor deb olmasangiz o'zingizdan shijimi. Keyin oldimga manqingiz yiqib kelman degandi. Men tux sizning oldingizga berishni o'ylashimdim, siz jiq o'ylab ketibsiz desam, mobile rasmiy xap bo'ldi-da, ma'qul deb telefonni qo'yib o'tdi.
İçimde o'ylayman, haq bilan purchiq pishmay, endi keyniga burilib kelib meni izlaydi otamdi, ma deb neyronverlab. Telefonida yamalab qo'yib aytganiga men bir telefon qilib keyindan ahvolini so'rashni o'ylab baqmadim. Shundoq ta'tillarimizni to'shdi. Endi match doktor bala meni undan maktablarga olib qo'ysa, meni o'quvchi muhabbatlarimdek obtuzlarga yamish pishmaymiz, taksi bilan boramiz maktabga. Maktabning yindiki payzroq oshxonaga kirib, bu balani tomoq yeb bo'lib, endi bu bala yana taksi to'sab ketadi, men maktabda qolaman. Hatta abdorliqlarda ishtaq mashina to'sab maktabimga berib, men bilan maktabning maydonlarida tang aylanib, maktabimdagi nurg'un qizlar menga degan shem o'qib qaraydigan bo'ldi-da. Bo'ylarim shunda, egiz chiroylarim shunda chiroyli bo'lgandikin, maktabimizga nurg'un qizlar shu ketib berib, keyinga burilib qaraydi menga. Onun aldida maktabda ishim bilan bilib yurganini ko'rgan bolalarmi ko'ngli o'yildi bug'ay. Ajab bir mavsumda ona bilan so'rashib yurganki maktabning butun yeriga berib, tek oyog'i tegmagan yaqanmagan. Ajab mavsumda yendiki adam almishib qoldidimi? Ish qilib maktabda burun meni ko'rib baqqala adam bo'lsa, keyiniga bir qaytam burilib, mushta bir ko'zini yo'g'an ichib qarayib o'tib ketdi. Mening bu vaqtdagi oqsog'ligim hech nimaga to'g'ri kelmaydi. Bu bolalar yurib bir 4-5 oy bo'lib qoldi. Orliqdagi bir shanba kuni uyda o'tirsam, nima ish qilyapsiz deganda, "Apam polo atmoq ekan, to'q so'zni qalam chiqyaptimi?" desam, "Vi polo otsungiz ajab yigim keldi" deganda, "Uy kiramsiz desam, "Apam qo'yam deb chiqamsiz" deganda, "Vi opam bilan ko'rishib oldingizmi, nima nozlanib ham" desam, "Men uy kirmay, hamog'ingizni yeb bo'lib, agar qo'lay qilib qolsa, ishlab qayrim aka berasiz" deganda, "Voy jonim, qo'chilarni ko'tarib yeyaz yumsammi, uy kiram bo'ldi" desam, "Voy qo'lamda ish bor" deb uni meni. Birdamlikin opamga "Apalarning poloyiga so'kan to'q apa yili qozonni ochqanda ayrim qachaq olib qo'yib turar, men tomoq yeb achib beray" degandim desam, "Voy biyadin uyaga achiqib shuvicha polo muzlaqas yigizim kelmaydi. Telefon qilib dikil kiriblam yeb chiqasin demsa" deganda, men qat'iy opam unda deb o'ylamaganda, shunga bu bog'i telefon qilib, "Ay qo'lingiz bikoldimi? Opam ushta deydi" desam, "Endi opamingiz unda deb tursa, uy kirmsam sattura. Qo'lim degan yarim soat ishim qoldi, ishim tugdi deb bilan bir vaqt kirayman" deganda, "Ma'qul" dedim, nam yugurib berib, mehmon xonlarni boshqa daratlar ketdim-da. Xiyolimda tomoq kirganki, bunda kirib yopib chiqdi, ishlat qayirgan ketsam, bu bal yarim soat degan bir soat qichim yo'q. Shu telefon qo'y nada, sen buni bilan kirib qo'radan kirib oldim deb ishladi dedi. Shu yugurib berib oshxonaning derisidan qardimda, bu bala binani topa olganmidi deb qo'rsam, bir qo'lida bo'shto, yo'g'on, gul, yana bir qo'lda yelqidek sevatga tizgan mechi va ko'tiramaylik mushta kiryotdi. Pastga yugurib chiqib qo'ldagi narsani oldim. O'ydim, "Avarib yurasiz, bunda tomoq yeb kirib chiqyapsiz" deb opam digini xijilib ketmamdi, bunda qilsangiz desam, "Ay bir cho'pjon o'g'lalar hamda uy kirib tomoq yeb chiqasiz, siz ish qo'limni burnimga tiqib kiramdim, sizmi qiziq yaqingiz, men kichik bolamsam" deganda, "Shunda olsam sattirmamdi" desam, "Voy ya birnim ko'tamay quruq qo'l kirsam sattirdi, qoida degan qoida." Bu balmi kirdi, uzoq o'tmaylam. Tushdan keyin qo'limda bir muncha ishim bor, shanba bo'lgankin bugun adamcha qundas men chiqib beray deb tomoqni yeplamishdan oldirib ketdim-u. "Ey bolam cho'nglik va, sen bilan yishdan bir balni uy kirib tomoq yesin degan bo'lsa, ustida kira qo'ydi, mabal yana qoida bildik-a" deganda, "Magulnim oz degan bir 200 qo'y qolgandi, yomon jiq ig'irg'u bu gul" deb tizg'izib akirgan mevjiylarim ravurus jiq mevida u. Mevji bilan yeb to'yinib, bu bal ishdan tushganda yana ko'rishga chiqdim menga. Ash kuni kechda endi bugun rost salomga kiray, tomoq yeyib kiray, uyingizga bir kirib bo'ldim men. Kelar yillar maktab bitirib qolsangiz, bizmi o'ylarimiz kirib chiqib uch qashqar yursak bo'larmiki? Kelar hafta vaqtingiz chiqqas men uyga bir opray, siz ko'rib yiqqan o'zimni ayrim uyimga. O'yinimni transfer qilib tuzuk adam turmagan. Men bu bir uyda ichim shuqaga vaqtida yog' uzuqni qalab qolsam, ashaga berib, bir jimmit o'tirib qalamni aramoq uzib kelma. "Ma'ab sizni opraymi uyga" deganda, men ma'qul dedim. Bir hafta maktabni yuribdim, iyadan qaytib kelib, yangi yilg'az qolgan bir vaqtda u bobal meni uyini ko'rib baqsin degan. Avval uyga kirib bir ko'rib baqsangiz uyni, nima yo'q. Biz biraqur uyning kamnasarini to'liqligidek o'z to'liqlab qo'yib, yangi yilni shu yerda o'tkazaylik. Ikimiz yilning 5-iga tan kirsak, yilning oxirigacha birga chiqamiz deganda, shu vaqtning o'zida u uy bir 80 ming fon bor ekan. Uyning qurilmalari shunda, biz turayotgan uyning jonshulari sal ko'nrab qolgan. Endi bizning uyga selishtirsam, ma uyning jonshulasi ravurus yangi uy ekanda, tuzukash adam o'tirib baqmatigini mirasga. Mehmonxonasi sofa bor ekan, lekin denshi bilan jo'z yo'q. Derizada munda parda yo'q. Yotoq uyda ashta qo'sh kishilik pojonga olib qo'ygan kiyim shkaf bor ekan. Oshxonasi shu qozon qumush, gazuvcha qaminasi va qochqichi yo'q ashta qo'yganda. Maviga arab siz qaytib kelgan shanba-agar bozor chiqarlig'idek imkoniyatimiz bo'lsa, birdan ishkidnab to'liqlag'ash tursak bo'lamki deb boshda deganda, to'liqlag'ash deb bo'yda bir ishkimiz hozir uy tutgandek aqldingizga desam, endi men uydan kirib chiqib yurganki, siz mavilar kirib chiqib yursangiz bo'lar, uch qashqar yurayotganki, men to'y qilman deb yurayotganki, boshqa narsa o'ylamadim deb jag'da.
Yangi yilgachilik birga chiqib bu bolalarni qachquch aptimiz o'zimiz yaxshi ko'rgan. Doim turmagandan keyin hozircha unda jadiyalarni olmasaqmi bo'ladi deb, oddiylan bir pardani ilib, pardan bağımçısı bor deb ham derizgacha isib qo'yib turdik. Uyga parda isilgandan keyin bir xil isket kirib qoldi-ku. Bu bolalar menga shu ikkimiz tutadigan uy deb uylardan tatib, ko'stib anda qilib yurganda mening shunda bir ko'nglim to'q, menga shunda bir anchongan beralaydi deb. Ishqib ko'nglimda o'ylagan narsalarni bilib olgandeklam, mayli og'zimdan chiqsin, chiqmasin, arzu qilgan ko'nglimdagidek ishlarni bu bol tepib qilib tura oladi-da.